Assalomu alaykum asl metal obunachilari. Navbatdagi avtomatik pultlik darvozamiz Qirg'iziston Respublikasi Manas shahriga o'rnatib berildi. Xohlovchilar bo'lsa zakaz olamiz. Qo'shni respublika bo'ylab, vodiy bo'ylab uстановка dostavka xizmatlari mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qoldiramiz. Razmerlar 3 ko'ch bo'ldi, bilasizlar, bular shumkali. Pultlar 180 metr, 200 metr masofagacha ishlaydi. Radio bloklar kuchli, motorlari 190 li o'rnagan. Tepaga ham ko'tarib qo'yaylik. Xizmatlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Aloqadamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar. Orqa tomonlarni ham obzorni ko'rsatib qo'yamiz. Orqa tomonda ko'rinishlari, radio bloklari, bilasizlar, rulet bo'lib 35 ga 35 o'lchamda taxlanib tepaga ko'tariladi. Xohlovchilar bo'lsa svet o'chganda dastadan foydalansa bo'ladi. Rushnoyi. Aloqaga chiqaverasizlar, obunachilar. Xizmat yanada bo'lamiz. Sog' salomat bo'linglar. Aloqadamiz.